Assalomu alaykum. Bu o'yinimizda qaysi malikaga o'xshashimni chiqarib beradi. Qani ko'ramiz. Men qaysi malikaga o'xshar ekanman, Oppoqoyga o'xshar ekanman. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib ketinglar-chi, rostdan Oppoqoyga o'xshaymanmi yoki yo'qmi? Men Oppoqoy va 7 multfilmini ko'rganman va o'sha Oppoqoyni tasavvur qilganman o'zimni o'xshatishga, lekin men o'ylaganmanki, unga o'xshamasam kerak deb. Lekin unga o'xshar ekanman, yuzlarim. Nima deb o'ylaysizlar? Rostdan Oppoqoyga o'xshaymanmi yoki yo'qmi? Batafsil kommentariyada yozib ketasizlar. Sizlar kimga o'xshaysizlar? Sizlarni kim deb chiqarib berdi? Uni ham yozib ketishingiz mumkin. O'ynab ko'rdilarmi shu o'yinda? Sizlar qaysi multfilmdagi qahramonga o'xshaysizlar ekan? Sizlarga qanday chiqarib bergan? Batafsil kommentariyada yozib ketishingiz mumkin. Men Oppoqoyga o'xshayman ekan, shuning uchun Oppoqoyni menga chiqarib berdi. Ko'ramiz sizlarga qanaqa chiqarib berar ekan. Xo'sh. Aytgancha Oppoqoyga o'xshaymanmi, uni ham yozib ketinglar. Endi keyingi o'yinda o'ynaymiz. Bu bechora opamiz och qopdimi bilmayman, semirib ketyaptimi. Xullas bir nimalar qilish kerak ekan, u yerga bu yerga. Nima yeydi ekanlar, opaxon? Qani yediramiz. Buni yeydilar. Mayli, mana shu ovqat yesin. Buni ham yesin. Yo, buni yesin. Qani yediraylikchi, nima bo'lar ekan? Olma ham yeydi. Ozdiraylikmi, semirtirishimiz kerakmikan? Oh no. Yig'lab yuborishdi-yu. Nima qilish kerak? Buni semirtirish kerakmi, ozdirib beraylikmikan? To'g'risi, sizlarning fikrlaringiz qanday? Bu opaxonni ozdirish kerakmi yoki semirtirish kerakmi? Nima deb o'ylaysizlar? Qani endi semirtirib ko'rishimiz kerak. Buni yeydilar. Mayli, bu bo'ladi. Mayli, bu. Yo'q, non. Bu ovqat yaxshi. Bunisi qulay. Yo'q, shirinlik buni ko'ramiz. Yo'q, mana shunisi. Ha, makkajo'xori foydali. Oh no. Nima kerak o'zi bularga? Tushunmadim. Necha kilo kerak ekan? Necha kilo qilish kerak bularni? Qanaqa qilib ovqatlarni berib nimalar yedirish kerak? Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada batafsil yozib ketinglar. Bu o'yinga yana qaytamiz. Bu o'yinni boshqatdan o'ynab, shu opaxonga nima kerakligini topishga harakat qilib ko'ramiz. Hozircha esa xayr.